Brand Center'da yana bitta eksperiment qilib ko'ramiz. Ustilaridagi kiyimni o'tayotgan odamdan birov narxini, holatini so'rab ko'ramiz. Hozir ko'chadan o'tayotgan odamdan topaylik-chi. Assalomu alaykum. Assalomu Aka alaykum. charchamasdan 1 minut vaqt ajrata olasizmi? Mana shu fikringiz juda ham bizga qiziq edi. Yo'q, uzr aka, men bemorim bor edi. Ha, bo'ldi. Keyingisini albatta hozir topamiz. Ikkinchi odamdan bitta fikrlarini bilib ko'ramiz. Polni hamma narsalarni necha pulga xarid qilishlari mumkin. Assalomu alaykum. Aka charchamasizmi? Aka 1 minut vaqtingizni olamiz. Qarang, mana shu ko'rib turgan lookingiz, mana Loro Piano, Salvatini, Poloni originallari. Eng kamida necha pul ko'rgansiz shularni? $50. $50dan ko'rgansiz. Aka bizni Brand Center'dan sizga 200 grammi, 280 ming qilib bersak, o'shani olarmidingiz yo bunimi? O'zingiz bitta fikringizni qiziqda bizga. Buni olardim. Sizga o'zi yoqyapti. Aha. Xuddi shu kiyimlar Brand Center'da bor. Bemalol ishdan keyinmi yoki 24/7 kelsangiz ham bo'ladi. Sizni kutamiz. Fikringiz uchun rahmat aka. Yana ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Uchinchi odamdan ham fikrlarini bilib ko'ramiz. Hozir ko'chadan odam topaylik. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Yaxshi qilasizmi? Eram, aka 1 minut fikringiz muhim-da bizga. Mana ko'rib turganingiz Loro Piano originali, Polo, Salvatini va Poloniki. Taxminan aka bular necha puldan ko'rgansiz? Futbolkani aka 700 mingga ko'rdim. Shimni 600 mingga ko'rdim. Oyoq kiyimiga gapirmasa bo'ladi aka. Hop, aka men sizga lyuks kopiyasi original emas. Lyuks kopiyasini Brand Center'dan 200 grammi 280 ming 280 mingga bitirib beraman. O'sha shunda sizga $50 aylanadi. Ya'ni bitta ko'rgan futbolkangiz narxida hammasi bo'ladi. Shunaqa qilib bersang nima deysiz aka? Bitta fikringiz qizuvdi. Как раз aka, ertaga to'yim bor edi. Hozir olaman aka. Mana puli. Yo'qmi, yo'q. Mana shunaqa ketishdi. Ko'chada ham kiyimdan sotamiz aka.